Kecha Enfildda nimalar bo'ldi? Shaharliklar 23 yil deganda Enfildda ilk bor g'alaba qozondi. Haaland esa Enfield la'natini olib tashladi, chunki u Enfildda ilk bor gol urdi. Arsenal bilan oradagi farq 6 ochkoga qisqardi. Shaharliklar kecha ajoyib kambekni amalga oshirdi. 74-daqiqada Dominik Sabaslayni 30 metr masofadan jarima zarbasi bilan Donnarumma darvozasini ishg'ol etib hisobni ochdi. 84-daqiqada Haalandning asosini Bernardo Silva Alisson Beker darvozasiga yo'llab qo'ya qoldi. Hisob 1-1. O'yin yakuniga qo'shib berilgan daqiqalarda Liverpool darvozasiga penalti belgilandi. Haaland Cityni oldinga olib chiqdi. Yakuniy hisob 2-1. Shaharliklar muhim 3 ochkoni qo'lga kiritdi. Hamyurtimiz shaharliklarning markaziy himoyachisi Abduqodir Husanov ikkinchi taym dastlabki 10 daqiqalikda jarohat olib maydonni tark etdi. Bahsni uning o'rniga Ruben Dias davom ettirdi. Liverpool futbolchisi Sabaslayn qizil kartochka olib maydonni tark etdi.